Assalomu alaykum, hurmatli talabalar va tinglovchilar. Bugun binolarning injenerlik kommunikatsiyalari fanidan 16-ma'ruzamiz ichki kanalizatsiya tizimining tasnifi, aholi suv tizimining asosiy elementlari va ularning vazifalari ma'ruzamizni boshlaymiz. Ma'ruzamizni shartli ikki qismga bo'lib olamiz. Birinchi, binoning ichki kanalizatsiya tizimining tasnifi, ikkinchi, aholi suv tizimining asosiy jihozlari, ularning ishlash prinsipi. Bu ma'ruzamizdagi asosiy tayanch ibora va so'z iboralarimiz quyidagicha: ichki kanalizatsiya tarmog'i, maishiy xo'jalik aholi suvlari, ishlab chiqarish aholi suvlari, yomg'ir kanalizatsiyasi yoki ichki novlar, aholi suv tizimining asosiy elementlari, aholi suv tizimining asosiy jihozlari. Ma'ruzamizning maqsadi ichki kanalizatsiya tarmog'i haqida tushuncha berish, aholi suv tarmog'i elementlari va keng foydalanadigan sanitar jihozlar, bino ichidagi kanalizatsiya tarmoqlarini joylashtirishdagi tavsiyalar to'g'risida ma'lumot berish. Binoning ichki kanalizatsiya tizimining tasnifi. Ichki kanalizatsiya tarmog'i bu muhandislik qurilmasi inshoti bo'lib, sanitariya asboblaridan chiqqan oqova suvlarni bino tashqarisidagi kanalizatsiya tarmog'iga uzatish uchun xizmat qiladi. O'zi oqova suv va kanalizatsiya bir ma'noni deyarli anglatadi. Vazifasiga qarab ichki kanalizatsiya sxemasi quyidagilarga bo'linadi. Birinchisi maishiy xo'jalik oqova suvlari, ikkinchisi ishlab chiqarish oqova suvlari, uchinchisi yomg'ir kanalizatsiyasi. Maishiy xo'jalik oqova suvlari odamlar tomonidan idish-tovoq yuvganda, kir yuvganda, sanitariya gigiyena jarayonlari amalga oshirilganda, ya'ni yuvinganda, dush qabul qilinganda ishlangan oqova suvlarni chiqarib yuborishga xizmat qiluvchi suvlar. Ikkinchisi ishlab chiqarish oqova suvlari. Ishlab chiqarish oqova suvlari bu asosan sanoat korxonalarida foydalaniladi, ya'ni sanoat korxonalari texnologik jarayonlar da ishlatilgan va qayta ishlatib bo'lmaydigan chiqindi suvlarni bino tashqarisiga olib chiqib ketish uchun xizmat qiladi, ya'ni ular sanoat korxonalariga xizmat qiladi. Uchinchi guruhimiz bu shubhasiz ichki novlar, bizda yomg'ir kanalizatsiyasi. Bu har bir binoda, uyda va jamoat bino har birda binoda mavjud bo'ladi. Ular bino tomidagi yomg'ir va qor suvlarini tashqariga chiqarib yuborish uchun xizmat qiladi. Oqova suv tizimining asosiy elementlari. Birinchi elementi bu oqova suvlarni qabul qiluvchilar. Oqova suvlarni qabul qiluvchilar. Bularga sanitariya asboblar, o'zimiz bilgan umvonlik, unitaz, vanna va boshqalar. Ishlab chiqarishdan chiqqan oqova suvlarni qabul qiluvchilar. Ikkinchi asosiy elementi esa oqova suvni yetkazuvchilar. Oqova suvni yetkazuvchilar deganda bularga gorizontal vertikal quvurlardan iborat bo'lgan kanalizatsiya tarmoqlari, ya'ni chiqarish, yig'uvchi quvurlar, kollektorlar, tik quvurlar, biriktiruvchi elementlar va shakldor qismlar va ariqlar kiradi. Bu asosan quvurlar tushunsa bo'ladi. Quvur va kollektorlar tushuniladi bu oqova suvni yetkazuvchi deganda. Oqova suv tizimining asosiy uchinchi elementi bu oxirgi eng muhim elementi oqova suvlarni tozalovchilar, ya'ni oqova suvlarni tozalovchi, ya'ni oqova suvlarni tozalash, qayta ishlash uchun kerak bo'lgan mahalliy inshoot va qurilmalar kiradi. Shuni unutmaslik kerakki, oqova suvlarni tozalash shart va zarur. Oqova suv tizimining asosiy jihozlari, ularning ishlash prinsipi, xo'jalik maishiy, ishlab chiqarish, oqova suvlarni qabul qilish, oqozish tarmog'iga chiqarishga xizmat qiladigan uskunlar sanitar texnik jihozlar deb ataladi. Qisqasi ular texnika jihozlar deb biz o'rganganmiz. Texnika jihozlari asosan 3 turga bo'linadi. Biz bilgan birinchi umumiy jihozlar, ya'ni har doim ko'rib, har doim ishlatadigan jihozlarimiz, turar joy, umumiy jamoat joylarida qo'llaniladigan. Ikkinchi maxsus sanitar jihozlar. Bular asosan tibbiyot muassasalarida, davolash, profilaktika joylarida ishlatiladi. Va uchinchisi ishlab chiqarish oqovlarni qabul qilish. Bular ko'proq sanoat korxonalarida yirik hajmdagi sanoat oqova suvlarini qabul qiluvchilar kiradi. Biz hozir ichki oqova suv tarmog'ida keng foydalanilgan jihozlarni ko'rib chiqamiz. Ya'ni o'zimiz hayotda ko'rib foydalanilgan maishiy jihozlar. Birinchisi bu sifonlar, ya'ni gidrozatvorlar. Bu shubhasiz kanalizatsiya tarmog'ining, oqova suv tarmog'ining eng muhim elementi hisoblanadi. Ular kanalizatsiya tarmog'ida xonaga gaz kirishiga to'sqinlik qiladigan gidravlik zatvorlardir. Ichki gidravlik zatvorlar bo'lgan sanitariya asboblari, masalan, umvonliklar, rakvinlar, yugichlar, vannalar pisuraqdagi, ya'ni barcha maishiy oqova suvlarni qabul qilish barchasining tagiga gidravlik zatvor o'rnatilishi shart va zarur. Gidravlik zatvor qisqacha ishlashi. Gidravlik zatvor, ya'ni sifonlar oqova suvlarni u shaklda bo'lgani uchun bemalol chiqarib boradi bo'lmasiz. Va shuningdek, kanalizatsiya tarmog'idan uy ichiga kirib kelishi mumkin bo'lgan hidni kirishiga yo'l qo'ymaydi. Ya'ni ko'rib turganingizdek,
o'rtada gidravlik zavor, ya'ni suvli to'siq qolib ketgani uchun ham kanalizatsiya tarmog'idan suvni hidni kirib kelishiga to'sqinlik qiladi. Ishlash jarayoniga qarab ham sifonlar, ya'ni gidravlik zatvorlar 3 guruhga bo'linadi. Birinchisi bu yaxlit quvurli, ikkinchisi idishsimon va uchinchisi qovurg'asimon quvurli. Bu har bir gidravlik zatvorda menimcha hayotimizda ko'rganmiz. Qaysidir sanitariya asbobini tayda xuddi mana shuni barpo tozalagan ham bo'lishimiz mumkin. Chunki bu aytayapman, kanalizatsiya o'quv suv tarmog'ining eng muhim qismi sifonlar. Keyingisi hojatxona tuvagi, biz buni unitazlar deb yuritamiz. Asosan unitazlar ham 2 guruhga bo'linadi. Birinchisi tarelkasimon, ko'rib turganingizdek, va ikkinchisi varankasimon, ya'ni yer yuzasiga o'rnatiladigan unitazlar. Qo'l yuvish jihozi, biz ham buni umvalnik deb o'rganganmiz. Umvalnik tuzilishi bo'yicha 4 burchak, yarim aylana va hokazo ko'rinishda bo'ladi. Umvalniklar aralashtirish deyishiga, ular ham sifonlar bilan jihozlanadi. Umvalniklar odatda pol sathidan, demak 800 mm balandlikda o'rnatiladi. Maktab, bog'chalar uchun bu istisno tariqasida 500-700 mm orada o'rnatish mumkin. Chunki u yerda bolalar tahsil oladi, bolalar foydalanadi. Asosiy foydalanuvchilar yerda bolalar hisoblanadi chunki. Sanoat korxonasida umvalniklar bir vaqtning o'zida 5 ta 10 ta odamga xizmat qilishga mo'ljallab o'rnatiladi va ular uchun sifonlar bitta bo'ladi. Bunday vaziyatda sifonlar hamma umvalniklar uchun umumiy suv o'rnatiladi va ularning tinimsiz ishlashiga xizmat qiladi. Vannalar, ular tasvirlangan bo'yicha 4 burchakli chorak aylanasidan ko'rinishda ishlab chiqarilishi mumkin va hozirgi kunda uning dizayni juda ham ko'p. Vannalar cho'yan, temir, polimer beton, plastmassa xomashlardan tayyorlanadi. Vannalarni biz bilganda faqat yuvinish va badan tozalash emas, balki sog'liqni tiklash va salomatlik profilaktik maqsadlarida ham, muolajalar uchun ham ishlatiladi. Keyingisi oshxona idishlari yoki oshxona moykalari deb o'rganganmiz. Oshxona moykalari 1 bo'limli va 2 bo'limli tasvirlangan bo'lishi mumkin. Oshxona moykalari o'z nomi bilan oshxonada idish tovoq yuvishga mo'ljallangan bo'lgani uchun ham u yuqori haroratga chidamli bo'lishi kerak va zanglamaydigan po'latdan ishlab chiqarilishi kerak. Hamma cho'yan moykalarining sirti emal bilan qoplanishi shart va zarur. Rakvinalar u qadimda o'z rakvina chig'anoq degan ma'noni bildiradi va birinchi ko'rinishda rakvinalar chig'anoq shaklda bo'lgani uchun ham shu nom kelishgan. Xo'p, rakvina bilan umvalnik nima farqi bor? Rakvinalar umumiy foydalanuvchi jamoat joylarida o'rnatiladi va ulardan faqat sovuq suv olinadi. Ularning dizayni ham kundan kunga ko'payib, foydalanadigan xomashyosi fayans, po'lat, cho'yan va plastmassa asosida ishlab chiqariladi. Rakvinalar xuddi umvalniklar kabi poliizotsion 8-850 mm yuqorida o'rnatilishi mumkin va ularning ichki qismida o'quv suvlarini qabul qilish uchun setka, ya'ni yirik jismni ushlab qolish uchun va tagiga albatta sifon o'rnatilishi shart. Har birimiz sanitar xonalarga kirganda pol yuzasidagi quyidagi jihozni ko'rgan bo'lishimiz mumkin. Bu to'g'ri, aytdingiz, suv yig'ich o'ralar, ya'ni traplar deb ataladi. Traplar oqova suvlarni yer sathidan yig'ib olib, ularni kanalizatsiya tarmog'iga uzatishga xizmat qiladi. Xuddi shuningdek, traplar yuvinish xona, ya'ni dushlarda polda o'rnatilgan bo'ladi va oqova suvlarni olib chiqib ketishga xizmat qiladi. Quyida ko'rib turganingizdek, traplarning ham turli xil dizaynda ishlab chiqarilishi va assortimenti yuqori bo'lganini ko'rib turibsiz, ko'pligi uchun ko'rib turibsiz. Ichki kanalizatsiya o'rnashda quyidagilar tasdiqlanadi, ya'ni uy ichi yoki bino ichida kanalizatsiya o'rnatilganda quyidagi eng asosiy, ya'ni oltin qoidalari mavjud bo'ladi. Umvalnik, oshxona moykalari, vannalar, suv yig'gich o'ralar, ya'ni traplar gruppasidan keladigan tarmoqqa 50 mm, unitazlarda esa 100 mm lik quvurlardan yig'ilishi shart va ularning hammasiga sifon o'rnatilishi shart. Xuddi shunday kanalizatsiya quvurlari bir-biriga tirsaklar deb ataymiz, ya'ni 45 graduslik, 90 graduslik, 60 graduslik, 135 graduslik tirsaklar bir-biriga biriktiriladi. Shuningdek, troynik, kreslar bilan quvurlar kesishtirilishi mumkin. Kanalizatsiya quvuri borgan sari doimo yiriklashib va o'zgarmas bo'lib boradi. Hech qachon u kichiklashib borishi mumkin emas. Tarmoq chiziqlari pol ustidan, orasidan
shift ostidan o'tkazishi mumkin. Ularni qayerda o'tkazish kerakligi, sanitar rasvoni qayerda joylashgani, uning vazifasi va eng muhimi uning nishapligini saqlab qolishga qaratiladi. Shuni unutmaslik kerakki, kanalizatsiyada eng asosiy qoida bu nishaplik. Ya'ni kanalizatsiya tarmog'i o'zi nishaplik tufayli o'zoqar tizimga ega. Ya'ni uni bir kuch bilan yo bir nasos qo'yib hech qachon oqishga majbur qilmaydi. Ya'ni u o'zoqar, faqat nishaplik evaziga. Shuning uchun o'rnatilayotgan quvur nishapliligi o'ta ahamiyatli. Nishaplilik agar u o'rnatilgan me'yordan kam bo'lib qolsa, oqova suv tinadi va undagi cho'kmalar quvurga tiqilib qolishi mumkin. Xuddi shunday. Nishaplikda o'ta yuqorilik bo'lsa, suv chiqindilari shunchaki olib ketishga ulgurmaydi va quvurda tiqinlar paydo bo'la boshlaydi. Men ko'rib turganingiz kanalizatsiya quvur nishapligi, quvur diametriga bog'liqligi rasmi ko'rsatilgan. Bu yerda 50 mm lik kanalizatsiya quvuri uchun 1 metr uchun 3 cm mumkin. Xuddi shunday 110 mm, ya'ni yuqorida aytib o'tgan hojatxonalardan yoki tarmoq yiriklashgandan keyin bo'ladigan 110 mm quvurlar uchun esa 1 metrga 2 cm yuqorilashtirish mumkin bir qismini. Undan ortiq emas, undan past ham emas. Xuddi shunday quvur diametri yiriklashgan sari uklon ham ko'rib turganingizdek kamayib boryapti. Quyida 2 qavatli uyning kanalizatsiya tizimi tafsiri berilgan. Bu yerda bir tik quvur, kanalizatsiya tik quvur deb ataladi. 2 unitazlar, 3 umvonliklar, 4 vanna, 5 vanna tagidagi sifon, 6 hojatxona bachogi, ya'ni unitaz bachogi, 7 umumiy kanalizatsiya tizimining ventilyatsiyasi, 8 kanalizatsiya quvurlarining devorga mahkamlagichlar, bizda skopka, ya'ni qavslar deb ataladi, maxsus kanalizatsiya quvurlarining devorga mahkamlagich moslamalar. 9 va aytib o'tdim, har bir oqova suv qabul qilishda sifon bo'lishi kerak. Bu ham umvonlikning sifoni. Ma'ruzamizni mustahkamlash uchun quyidagi nazorat savollariga javob berishingizni tavsiya qilaman. Xuddi shunday, mana shu mavzu bo'yicha ko'proq ma'lumotga ega bo'lishmoqchi bo'lganlar, ko'proq shu mavzu bo'yicha ko'proq ma'lumotga ega bo'lmoqchi bo'lgan yoki bir izlanmoqchi bo'lganlar uchun quyidagi adabiyotlarni va internet saytlarini tavsiya etaman. E'tiborlaringiz uchun rahmat.